Qatag'on qurbonlari muzeyida bir o'q ko'rgazmaga qo'yilgan. Shu o'q atrofida aylanib qoldim. Ikki misqol kelar kelmas qo'rg'oshin. Tirnoqdek shu ma'dan 100 yilcha oldin Munavvar qorining yegandir boshin. Ne dilbar zot edi Qodiriy hazrat, Otabegi o'qqa uchganmi yo yo'q, hazrat yuragida orzular qat-qat. Shularning yonida qolgandir shu o'q. Qumri hug'ulagan salqin kuz shomi, qarsillagan sado oyni titratdi. Na bismillosi bor va na omini. Shayton shahid qildi domla fitratni. Tashqari chiqaman osmon tubidan, mo'ljal olib uchar yulduz misol cho'g'. Mal'un oqshommidi mudhish subhidam, cho'lpon jigarini teshgandir shu o'q. Dalili ashyo bu, raqamlangan rost, ko'rib ko'rmay o'tar sipolar, sho'xlar, oyoqlar ostida pismiq bezovta sizni kuzatadi zerikkan o'qlar. Shu o'q atrofida ketolmay qoldim. 100 yilki uchishga shaylanadi yer, lekin iloji yo'q, boshin egib jim shu o'q atrofida aylanadi yer. Rahmat. Minnatdormiz ustoz. Rahmat.